Ko'pchilik bemorlar shunday savol beradi. Ultratovush tekshiruvini kunning qaysi paytida qilgan ma'qul? Aslida bu qaysi a'zo tekshirilishiga bog'liq. Masalan, qorin bo'shlig'i a'zolari, jigar, o't qopi, oshqozon osti bezi, taloq bu a'zolarni tekshirish eng to'g'ri vaqt ertalab och qoringa. Chunki ovqatlangandan so'ng ichaklarda gaz hosil bo'lishi kuchayadi, bu tasvir sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Buyraklar, siydik yo'llari ultratovush tekshiruvi kunni istalgan paytida amalga oshirishimiz mumkin, lekin ba'zi holatlarda siydik pufagi to'la bo'lishi tavsiya etiladi. Kichik chanoq a'zolari ultratovush tekshiruvi ayollarda bachadon, tuxumdonlar, erkaklarda prostata bezi tekshiruvi uchun siydik qopi to'la bo'lishi kerak. Shuning uchun bemorlarga tekshiruvdan oldin 1-1,5 litr suv ichib kelish tavsiya etiladi. Yumshoq to'qimalar, limfa tugullari, qalqonsimon bez, plevra bo'shlig'i, qon tomirlar uziy tekshiruvi maxsus tayyorgarlik talab etmaydi va kunning istalgan paytida amalga oshirishimiz mumkin. Siz ultratovush tekshiruvidan to'g'ri va aniq natija olishni xohlasangiz, qaysi a'zo tekshirilishiga qarab oldindan tayyorgarlik qilib kelishingiz juda muhim.